Assalomu alaykum, Flyvastok aviakassasi kuzatuvchi, qadrli obunachilar, aziz xaridorlar. Do'stlar, salomlar, salomatmisizlar? Ko'pchiliklarimiz kommentariyaga yozishibdi, zvonok qilishyapti. Aeroport Vnukodan video qilmayapsiz, dokument yo'q akalarimizga yordam beryapsizmi, bilet sotyapsizmi deyapti. 2-3 kundan beri video qila olmadim, kasal bo'lib qoldim. Do'stlar, uzr so'rayman. Lekin bugun Xudoga shukr, aeroport Vnukodaman ikkita dokument yo'q akamizda, bitta opamizda. Opamiz zvonok qilsa, videoingizni ko'p ko'raman. Onamni kuzatib yuboring, o'zingizdan bilet olaman deb zvonok qildi, shuni kuzatdik. Lekin videoga ola olmadim. Do'stlar, agar o'zingiz ko'rsa ham kommentariyaga yozatdir. Hozir bu Urganchga, Buxoroga, bu yerda Toshkentga 2 reysga registratsiya уже boshlandi havo yo'llaridan. Hozir registratsiya jarayonlarini ko'rsataman. Ожидание zalga qanaqa borish ko'pchilik istab topmayapti-ki, shuni ham bir qator qayerda registratsiya boshlanishini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bizning kanalimizga uzoqlashmanglar. Flyvastok aviakassasi har doim sizlar bilan do'stlar. Kommentariy tugida do'stlar, albatta Telegram kanalimizning silkasi hamisha bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qolishni esdan chiqarmaysizlar. Nimaga? Reyestrdan ko'pchilik o'zini tekshirmoqchi bo'lsa ham reyestr silkasini Telegramga tashlab qo'yganmiz. Ko'pchilik so'rayapti, shu problema bo'lyapti. Keyin kunimki narx-navolarda ketish, O'zbekistondan kelish, O'zbekistondan ketish, Tojikiston, Qirg'izistondan kelishlar tashlanadi. Shuning uchun albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qolishni esdan chiqarmaysiz. Shunday Telegram kanalida kommentariy tugida silkasi turibdi, bosasizlar, kirasizlar do'stlar, obuna bo'lib qo'ysizlar bo'ldi. Do'stlar, mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Men sizlarga yangiliklar bilan, hozir aeroport Vnukoning holatlari bilan hammasi sizlarga batafsil ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bizni oxirigacha kuzatishni esdan chiqarmaysizlar. Nimaga degandan, oxirigacha kuzatmasanglar do'stlar, nima haqida gapirayotganimni tushunmay qolasizlar. Do'stlar, ko'pchilikni Buxoro, Urganchga O'zbekiston havo yo'llari har doim aytganman, 51-stoykadan 60-stoykagacha har doim shu yerda bo'ladi. Bu ikkinchi etajda registratsiya jarayonlari har doim aytaman, ikkinchi etajda bo'ladi, birinchi etajda hech qanaqa registratsiya jarayoni bo'lmaydi. Takmenchoq akalarimiz bo'lsa, lift turibdi, aeroport tarafdan kelsanglar -1dan tog'alarimiz yo'q bo'ladi. Tekshirishlar unchalik ko'p bo'lmaydi do'stlar. Bu ikkinchi etaj, bu liftdan kelsanglar prямо tushasizlar. 51dan 60-O'zbekiston havo yo'llarining registratsiyasi. Takmenchoq akalarimiz ko'p turganda shunaqa tekshiryapti. Ehtiyot bo'lasizlar. Aeroport Vnuko. Do'stlar, hozir aeroport Vnukoning ikkinchi etajini ham ko'rsatib o'tdim. Birinchi etajga tushib ketyapman. Birinchi etaj holatini ham sizlarga qisqacha batafsil ko'rsatib berishga harakat qilaman. Dokument yo'q akalarimizga qayerdan -1 deyapman. Shu -1dan holatni ham sizlarga batafsil ko'rsatib beraman do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni, bitta like bosib qo'ysangiz chiqarmaysizlar do'stlar. Nima ish qilasizlar deganlarga biz aviakassada bilet sotamiz. Qayerga arzon biletlarni kerak bo'lsa, bemalol Flyvastok aviakassasiga murojaat qilishni esdan chiqarmaysizlar do'stlar. Qo'limizdan kelishicha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz.